Assalomu alaykum vatandoshlar. Qurban hayitіңларga muborak bo'lsin. Yana bir qitim bütün dünyadaki barliq vatan ichi teshidagi, turmulardagi barliq qarindoshlarım Qurban hayitіңларga muborak bo'lsin. Men bugungi Qurban hayitga Amerikadagi barliq Uyg'urlar nomidan, Dünya Uyg'ur Qurultiyi nomidan va o'zimning oilam nomidan Amerika Uyg'ur uyushmasi va Demokratiya Kishilik huquq fondi jamiyati nomidan sizlarga yolqinliq salomlarimni yo'llayman. Barliq vatandoshlarım, biz burun Qurban hayitimizni, mayli ro'za hayitimiz, bayramlarimizni, mustaqillik kunlarimizni qanday o'tkazatdik? Nag'ir sunaylar bilan bir-birimizning uylarini hayitlab, bir-birimizga sovg'alarni taqdim qilib, sanzılarını silip birbirimizden öyleriga apırıp, kurbanlık kıldığı vaktimizde pulumuz bağla, pulu yoxlarının uyga kurbanlık verip, şundak güzel bir kurban heyetini ötküzettik. Bu bizden burundan tatip, örpü adetlerimiz bilen, ahlakımız bilen juğurulgan uluq bir kurban heyet. Bugünkü günde Uygur halkının beşiğe şundak eğir külpetler düşüvatqa vaxtıda, yani oxşaşlı kelivatıdır. Biz bu Qurban hayitga bütün dünyadaki tinish, xoşal kirvatkan musulmonlar arasida en azap uqubat bilan, en qayg'u hasrat bilan, en jig'iz zori bilan musafirlikning dardini tatib, turmudi yotgan bolalarimiz ozodlikka tashna bo'lgan holda, ota-onalarimiz ballarıga tashna bo'lgan holda, ballari yo'qolib ketgan ota-onalarimiz şu ballarının derdide jig'iz zori holda kirvatimiz. Lekin biz özümüzden cesaretimiz bilen, özümüzden kahramanlığımız bilen ve özümüzden bu örpü adetimizni yanıla dünyadaki başka oxşaş musulmonlarning, xotirjam musulmonlarning hammasi bilen oxşaşla bugün harp kuniga hamma yerda jiddiy tayyorlik qilyapmiz. Ortak ötküzümüz. Çokum bu qurbahiyetini, yani özümüzden qurbanlıklarını qilib, yani oxşaşlı burunqi örpü adetlerimizga oxşaş etmamiz. Men bu qurbahiyetda, muşu qurbahiyet münasibeti bilen bütün dünyadaki vatan içideki qarindoshlarımga ve turmulardaki qarindoshlarımga, farzandlarimga Allah'ın muşu qurbahiyetninki xosiyati bilen xoşallıklar kelişini, ailesiga xoşallıklar kelişini, arzu armanlarının amalga ishini, tilaklarının amalga ishini, muradi maqsadlariga yetishini umid qilaman. Qarindoshlar, biz bu Qurban hayiti jarayonida bugunmi, tunugunmi Uyg'ur xalqining Yakanda, Qog'liqda, Xotanda, Urumchida, G'uljida tutqun qilingan xabarlarni angladik. Mana biz mushundaq shum xabarlar, mushundaq azap uqubatlar ichida xalqimizni ko'ryapmiz. Lekin yana kurashgan xalqimiz dünyanın içi teshida, mayli musafirlikda bo'lsin, biz bir-birimiz bilan ittifoqlashib, o'zimizning erkinligi va o'zimizning kelgusi uchun o'rtaq kurashni birga etmamiz. Qarindoshlar, bu Qurban hayitini yana xo'shal-xuram o'tkazamiz. Mushu Qurban hayitda hammanglarning xo'shal-xuram o'tkazishi bilan birga o'ttiringlardagi adovatlarni yuyitib, o'ttiringlardagi nizohlarni tugitib, bütün ittifoqlikni amalga oshirib, o'zinglarning kelgusidagi Qurban hayitini birga musofirchilikqa va azob uqubatga xotim berib o'tkazishinglarni Allohdan tilayman va umid qilaman. Shuning bilan sizlarga oliy ehtirom bildiraman. Qurban hayitinglarni yana bir qitim tabriklayman. Rahmat.